Bizni o'rab turgan tabiat tubida insonlarni salomatlikda umrini uzaytiruvchi mo'jizakor giyoh o'simliklar yashiringan. Yog'ochsimon Ganoderma lucidum, sharqda reishi, g'arb olamida esa linji, ya'ni boqiy umr beruvchi giyoh yoki shifobaxsh o'simliklar qiroli sifatida 4000 yil avval kirib keldi. Linjining kuchli davolovchi quvvatining dovrug'i miloddan avvalgi 221-yildan oldin ma'lum bo'lgan zamburug'dir. Uning tasviri va tarixi asrlar osha Xitoy qirollar sulolasi davridagi Zukko Hakon Shennon qo'lyozmasidan tortib, to qasrlar devorlarida chizilgan rasmlar, tosh haykallar bezagida muhrlangan g'arb sivilizatsiyasigacha yetib kelgan. Zukko Hakon Shennon qo'lyozmasidagi 365 xil davolovchi quvvatga ega giyohlar ro'yxatida Ganoderma lucidum super eng zo'r, Tangrining jannat o'tlari deb nomlangan va oliy o'rin deb belgilangan. Jenshen esa 12-o'rinda turgan. O'rta asrning buyuk mutafakkiri Abu Ali ibn Sino o'zining mashhur tip qonunlari risolasida Ganoderma lucidum zamburug'ini oliy davolovchi quvvatini qayd qilgan. Ma'lumki, Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Mao Tse-dun o'zi sevgan Reyshenning davolovchi xususiyatlaridan oddiy odamlar manfaatida shaxsan o'zi olimlarga shifobaxsh o'simlik linjini yetishtirishni topshirgan.